qanday qilib aks ettirib berishimizni bizlarga tushunchasini hosil qilib berdi va barchamizga bizlar mana shu misoldan foydalansak bo'ladi. Ya'ni hammamiz o'zimiz mana Markaziy Osiyo va Kavkazning geoportalida foydalansa bo'ladi. Ya'ni interaktiv va taqdimotlar uchun men hozir PowerPointdan chiqib ketaman va sizlarga buni o'zimizning brauzerimizda buni ko'rsatib bermoqchiman. Ya'ni bu yerda Markaziy Osiyo va Kavkazni portalida bizlar joylashganmiz. Mana men o'zimni ma'lumotlarimizga kirganmiz. Endi misol sizlarga ingliz tili ma'qul bo'lmasa, bizlar asosiy interfeysni har qaysi tilga o'girsak bo'ladi. Va bu yerda Story Maps degan bizlarning yaxshi texnologiyamiz mavjud va bu yerda o'zingiz ko'rib turganingizdek bizlar aynan mana shu briefinglarni yaratsak bo'ladi. Qandaydir bir interfaol taqdimot desak bo'ladi. Bu sizni shaxsiy kabinetingizda ham mavjud. Bundan bemalol foydalansak bo'ladi va buni onlayn tarzda ko'rsatsak bo'ladi. Bu mana shu statik tarzda ko'rsatilgan va buni hammasini bizlar veb xaritadan ko'rsak bo'ladi. Mana hozir bu asosiy slaydimizda ko'rsatilgan va bu hammasi aynan brauzerda men ko'rsatib berganman. PowerPointdan hech qanday buni farqi yo'q gap ochig'i va men buni albatta ilova orqali kirsam bo'ladi, havola orqali kirib foydalansam bo'ladi va ko'rib turganingizdek bizlar mana video rasmlarni ham ko'rsatib bersak bo'ladi va bundan tashqari geoportaldagi ishlarimizni ham shu tariqa amalga oshirsak bo'ladi. Keyin esa bizlar navbatdagi qadamga o'tsak bo'ladi. Ya'ni interfaollik haqida gapiradigan bo'lsak, bizlarda interfaol taqdimotdan foydalanadigan bo'lsak, ma'lumotlar interfaol bo'lishi mumkin. Ya'ni bu degani ochiq ma'lumotlardan foydalanamiz. Buni foydalanuvchilarimiz o'zlari buni ko'rsatishgan, ko'rsatib bergan. Ya'ni bu yerda qandaydir suv saqlash havzalari bilan bog'liq va bundan tashqari mana to'sqinlar ham belgilab berilgan. Ya'ni qandaydir hudud ham o'z aksini topgan, to'la aksini topgan. Ya'ni bu yerda asosiy ma'lumotlar ham ko'rsatib berilgan va bizlar bundan foydalanib o'zimizning ma'lumotlarimizni hisobotimizda ko'rsatib qandaydir tugmani bosib ma'lumotni ekranga o'sha zahotiyoq chiqarib bera olamiz. Bizlar xaritada mana shunaqa chiroyli asboblarni ko'rsatsak bo'ladi. Mana qarang, bu hammasi misli pardadek ko'rsatilgan. Ya'ni buni ikkita qatlamni bir-birimizga ko'rsatsak bo'ladi. Ya'ni bu yerda Toshkent shahrining eski xaritasi ham bor. Ya'ni bu yerda Map Viewer'dagi tizimni bizlar foydalansak bo'ladi. Ya'ni bu xaritani bizlar burdik va hozirgi hududiga mixlab qo'ydik. Va mana shunday bir yana qisqacha misolni ko'rsatmoqchiman. Qarang, bizlarda mana shunday alohida Argis dashboard, Experience Builder juda ham bir kuchli ilova. Soddaroq foydalanishda bo'lgan, yarim soat, 1 soat vaqtingiz ketib o'rgana oladigan bir ilovalarimiz ham bor va bu sizlarga Markaziy Osiyo va Kavkaz bilan bog'liq. Mana bizlarni tadbirimizda bor. Hozir mana Vyacheslav bizlarni aynan mutaxassisimiz ta'lim berish bo'yicha mana shunday chiroyli video roliklarni sizlar uchun yaratyaptilar. Va bu aynan Markaziy Osiyo va Kavkaz mamlakatlari uchun mo'ljallangan. Bularni siz har qaysi vaqt bemalol foydalansak bo'ladi uyali aloqa ilovasi orqali.